Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, O'zbekiston musulmonlar idorasi, mahallalar uyushmasi, oila va xotin-qizlar qo'mitasi, Nuroniy jamg'armasi hamkorligida dabdabali to'ylar hamda boshqa oilaviy marosimlarni ixchamlashtirishga qaratilgan targ'ibot kampaniyasi boshlandi. Yurtimizda to'y va ma'rakalarda ortiqcha isrofgarchilikka chek qo'yish, me'yoriylik va milliy qadriyatlarga muvofiq odob-axloq me'yorlarini targ'ib etish maqsadida yangi dastur ishlab chiqildi. Urganch shahrida tashkil etilgan tadbirda dasturda belgilangan vazifalar ijrosini amalga oshirish masalalari muhokama etildi. Tadbirda so'z olganlar to'y va oilaviy tadbirlarni dabdaba va isrofgarchiliksiz o'tkazishga qaratilgan davra suhbatlari va mavzu doirasida turli tadbirlarni hamda raqamli targ'ibot ishlarini amalga oshirish lozimligini ta'kidlab o'tdilar. To'y va marosimlarda me'yoriylikni ta'minlash, xalqimizning qadimiy urf-odatlariga sodiq qolgan holda zamonaviy sharoitga mos oila madaniyatini shakllantirish masalalariga e'tibor qaratildi. Har bir mahalla, jamoat tashkilotlari va diniy idoralar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish, yoshlar ongida me'yoriylik madaniyatini shakllantirish, oilaviy marosimlarni soddalashtirish bo'yicha izchil targ'ibot olib borish bo'yicha yo'l xaritalari belgilandi. Bugun bu yerdagi fikr mulohazalarni eshitib turib, oldimizda yana qanday vazifalar turganligini, mana shu to'ylarni ixchamlashtirish borasida qanday ishlarni amalga oshirishimiz lozim ekanligini o'zimizga belgilab oldik. Bugun to'ylarni katta bir chiqimlar bilan qilib qo'yib, ertaga oilaviy ajrimlara sabab bo'lib turibmiz. Yoshlarimizni oilaviy hayotda tayyorlamasdan, ularga bilim bermasdan, mana shu sarflayotgan investitsiyamizni ularni bilim olishiga emas, balkim bugun dabdababozlikka, manmanlikka sarflanishi achinarli holat. Albatta, davlat xizmatchilarini o'zi mana namuna bo'lib to'y hashamlarini o'tkazib berib, bugun davlatimiz rahbarini, barcha mana shu davlat xizmatchilarini oldiga qo'yayotgan vazifalarni, mas'uliyatlarni sidqi dildan bajarishga albatta chaqiramiz va bu borada targ'ibotni to'xtatmaymiz. Ortiqcha dabdabalardan voz kechish, ixchamlik va soddalikni targ'ib etish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri. Muhokama yakunida tegishli tashkilotlar maromiylik loyihasi bo'yicha o'zaro hamkorlik loyihasini imzoladilar. Bu esa yurtimizda isrofgarchilikka qarshi kurash, ma'naviy poklik va oila qadriyatlarini mustahkamlash yo'lidagi muhim qadam bo'ldi.